Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Joriy yilning 14 fevral kuni aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini ta'minlash uchun moliyaviy yordamlar ajratish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, aholini tadbirkorlikka jalb qilish, aylanma mablag'lari bilan ta'minlash hamda ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar a'zolariga o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilishga ajratiladigan subsidiyalar o'rniga foizsiz suvda ajratish tizimi joriy etiladi. Aholi tomonidan qiziqish bildirilmagan, uzoq davr mobaynida foydalanilmayotgan va samaradorligi past bo'lgan subsidiyalar bekor qilinadi hamda bir-birini takrorlovchi subsidiyalar birlashtiriladi. Mahallalarning ixtisoslashuvi va driver yo'nalishlaridan kelib chiqib, kambag'al oilalarga tadbirkorlik hamda dehqonchilik uchun shug'ullanishi evaziga grant va foizsiz suvdalar ajratiladi. 2026 yil 1-yanvardan aholiga naqd pul shaklida beriladigan moliyaviy yordamlar bosqichma-bosqich ijtimoiy karta orqali ajratiladi. 2025 yil 20-martgacha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi markaziy apparati tuzilmasida subsidiya, suvda grantlarning samaradorligini baholash va muvofiqlashtirish boshqarmasi tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, kambag'allikdan farovonlik sari dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi yangi turdagi moliyaviy yordamlar, xususan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolarga ular tomonidan tadbirkorlik, me'morchilik, hunarmandchilik kabi yo'nalishlardagi aniq loyihalar amalga oshirilishi uchun mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 10 baravarigacha miqdordagi subsidiyalar. O'zini o'zi band qilmoqchi bo'lgan ishsiz fuqarolarni yoki kambag'al oilalar a'zolarini kasanachi sifatida ishga olgan tadbirkorlarga ularning aylanma mablag'larini to'ldirish uchun har bir jalb qilingan kasanachi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha miqdordagi 3 yilgacha muddatga foizsiz suvdalar. Kambag'al oila a'zolariga o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilishga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdordagi 6 oydan 3 yilgacha muddatga foizsiz suvdalar. Kambag'al oilalarga dehqonchilik va bog'dorchilik tashkil qilishi uchun dehqon xo'jaliklariga suv quduqlarini burg'ilash, nasos agregatlarini sotib olish, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish va elektr tarmoqlarini tortish uchun 6 oylik imtiyozli davr bilan bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravarigacha miqdordagi 5 yilgacha muddatga foizsiz suvdalar. Mahallalarning ixtisoslashuvi va driver yo'nalishlaridan kelib chiqib, o'z tajribasini 10 tagacha kambag'al oilalarga o'rgatgan va ularga doimiy daromad manbaiga ega bo'lishga ko'maklashgan tadbirkorlarga har bir kambag'al oila a'zosi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha miqdordagi grantlar joriy etiladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.